Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Mana bu ispanskiy olxo'ri. Mana ko'rib turganinglar. Bu boshqacha usulda hozir parvarish qilingan, ya'ni 1 litrli yoki 4 litrli emas, bir nechta litrli qilib tarbiyalanadi, kesiladi-da. Mana shunaqa отдельный shoxlarni hosil qilinadi. Bu misol uchun mana bu shoxini misol hosil bo'lganda bundoq qilib bemalol egib hosilini olinaveradi. Mana shunaqa usul bor. KGB deyiladi. O'zbekchasiga KGB deb aytishadi. Ayniqsa giloslarga zo'r bu usul. Xudo xolasa yaxshi hosil bo'ladi degan umiddaman. Mana balandligi 2 metrdan baland emas. Shunaqa yaxshi usul. Sog' bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik.